Lamborghini Sian. Nech pul bu mashina aka hozirgi kunda? 16 million dirham, 4,5 million $. Voy, mana buni qaranglar. Polni karbondan ekan mashina, bronzoviy diskalar. Mana tomlarini qaranglar. Voy, yorib yorishgan lekin mashinani bor. Bunda ham o'sha 6,5 litr V12 motor, atmosferniy. Bu oddiy tez Lamborghini emas, bu juda ham hashamatli Lamborghini hisoblanadi. Aka, men bu 63 nima ma'no beradi? Bu Lamborghini kompaniyasini tashkil topganligi. Ya'ni 1963-yilda Lamborghini tashkil topgan. Bu mashinadan atiga 63 dona ishlab chiqarilgan ekan. Aynan Sian Coupe, ya'ni tomi ochilmaydiganda. Bunda Roadster bor, undan atiga 19 dona ishlab chiqarilgan. Bunda elektromotori ham bor. O'sha bilan 819 tami ot kuchi. Mana buni qaranglar. Voy. Eshiklarning ichlari polni karbon, yaltirab turishini qaranglar. Salonda ranglariga vash ishqim ketdi. Tepasini qaranglar. Panoramik oynalari ham bor ekan. Aka, men botga gilam solib qo'yganmisizlar oldin tarpedagi. Eng zo'r mashinalar uchun bizga obuna bo'linglar.